Yaxshimisizlar? Ana Sardor men bilan adimlardan urushgan ketdi. Duxuga qo'yib qoldim lekin. Ko'rasizlarmi? Nima deysizlar? Urushaymi yoki tishlab olammi? Jasur Umar, endi yomon haddizdan oshingiz bor-ku. Ana o kuni bir-birlaringga hazil qilganlaringga ham indamay turgandim bular hazil qilyapti deb. Nima kuchingni ko'rsatib Sardor aka men bilan urushgan ketdi deb. O'zingizda bo'lavering, brat. Shogirdlarini o'zi siz bilan gaplashib qo'yaveradi. Sardor akam o'zi borish shart emas. Shogirdlarini bitta qilib yiqsak ham sizlarga aqli yetadi. Ashla aytish bo'yicha ham, birga bir ko'rish bo'yicha ham. Shunaqa kuchingni ko'rsatib men Sardor bilan urushgan ketdi deb bunaqa video olib tashlang videoni aka. Alomati yaxshi bo'lmaydi lekin. Jasur Umar, ishlaring yaxshimi Jumagul? Da kecha video qo'yibsan, mendan xafa bo'lib. Birinchi videoni o'zing chiqarding, ashula aytayotganimizni qattiq qo'ygan joyingda. Hazillashdim deysan chiqargandan keyin men hazil qilsam ko'tarmaysan keyin. Jonim keyin qo'llaringni mush qilib muzzayni qochiraman deysan. Men ursam o'ldirib qo'yaman seni jinni. Qilmagin. Maza qilmadim deysan, sen bir Jahongir Otajonovmiding bir maza qilishni biladigan.